Viloyatdan Toshkentga qatnab bir reysda 600 ming pul qildim. Bundan 100 ming so'mi meniki. Nimaga? Odam qilib berganim uchun. Bunaqada qachon ko'karaman, a? Shunaqa holatga tushmaslik uchun Redder Taxi ilovasini yuklab oling. Nima uchunligini hozir sizlarga tushuntiraman. Redder Taxi viloyatlararo taksi xizmati yo'lovchilarga ham, shofyorlarga ham juda qulay. Shofyor yoki yo'lovchi bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashib, narxni kelishsangiz bo'ladi. Nechta odam olishni ham o'zingiz belgilaysiz. App Store'da ham, Google Play'da ham bor. Yuklab olish mutlaqo bepul. Foydalanish esa yo'lovchilarga mutlaqo bepul, shofyorlarga esa bir oyga atigi 20 ming so'm. Xohlagancha odam olishingiz mumkin. Redder Taxi'da nafaqat Toshkentdan viloyatga, balki viloyatdan viloyatga qatnasa ham bo'ladi. Masalan, Samarqand, Farg'ona, Buxoro, Navoiy. Qancha ko'p odam foydalansa, shuncha yaxshi ishlaydi. Maqsadimiz yo'lovchilarga ham, shofyorlarga ham qulaylik yaratish. Eng muhimi, Redder Taxi o'zimizning milliy brend. Siz buni yuklab olib, qancha ko'p foydalansangiz va qo'llab-quvvatlasangiz, shuncha dunyoga chiqishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. O'zimizning yigitlarni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoga like bosib, viloyatga qatnaydigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.